Egasi Rossiyadagi mashinani olib qolganmiz. Bu mashinani endi egasi yo'q. Uydagilar haydagan, xudo xolasa. Urinib ketibdi, ancha xafa bo'lib ketgan holati. Qaranglar, bu mashinaning birinchi ishlari, tashqari tomondagi ishlari. Mana chirib ketgan joylari ko'p. Xo'p, moldingni pasti polniy kraska bo'ladigan bo'ldi. Nari tomondan bu tomonni ham pokraska qilib go'zal qilamiz. Polniy polirovka, old orqa buferlari pokraska bo'ladi. Xo'p, mana qara ruchkalari, bakoylari va uchib ketgan joylari bor. Polniy kraska bo'ladi. Mana shu holatda. Salonni ichiga kelsak, salon polniy pokraska bo'ladi, xudo xolasa, zavod kraskasida. Sidinalari ham cho'kib, qaranglar, mana qimirlaydigan holat kelib qolgan. Sidinalarni remont qiladigan bo'ldik, chunki yangi oladigan bo'lsa, yangi ham remont bo'lgan sidina bo'lar ekan, zavod yangisi yo'q ekan, shuni hisobiga. Aynaklari mana qara mesarovkada bo'ladi bular. Xo'p, buni ham almashtirib oladigan bo'ldik, knopkaligini lyuks qilib beramiz, xudo xolasa. Akalar yana bir 3-4 ta mayda-chuyda ishlari bor. Xo'p, 9 ta 10 ta ish qilinyapti. Akalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, istoriyada qo'yib turamiz bu jarayonlarini. Akalar obuna bo'lib qo'ysanglar bo'laveradi, kuzatib turasizlar. Ishxonada ishlar bilan bir qator tanishtirib o'taman. Egasi Rossiyadagi mashinani olib qolganmiz. Bu mashinani endi egasi yo'q. Uydagilar haydagan, xudo xolasa. Urinib ketibdi, ancha xafa bo'lib ketgan holati. Qaranglar, bu mashinaning birinchi ishlari, tashqari tomondagi ishlari. Mana chirib ketgan joylari ko'p. Xo'p, moldingni pasti polniy kraska bo'ladigan bo'ldi. Nari tomondan bu tomonni ham pokraska qilib go'zal qilamiz. Polniy polirovka, old orqa buferlari pokraska bo'ladi. Xo'p, mana qara ruchkalari, bakoylari va uchib ketgan joylari bor. Polniy kraska bo'ladi. Mana shu holatda. Salonni ichiga kelsak, salon polniy pokraska bo'ladi, xudo xolasa, zavod kraskasida. Sidinalari ham cho'kib, qaranglar, mana qimirlaydigan holat kelib qolgan. Sidinalarni remont qiladigan bo'ldik, chunki yangi oladigan bo'lsa, yangi ham remont bo'lgan sidina bo'lar ekan, zavod yangisi yo'q ekan, shuni hisobiga. Aynaklari mana qara mesarovkada bo'ladi bular. Xo'p, buni ham almashtirib oladigan bo'ldik, knopkaligini lyuks qilib beramiz, xudo xolasa. Akalar yana bir 3-4 ta mayda-chuyda ishlari bor. Xo'p, 9 ta 10 ta ish qilinyapti. Akalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, istoriyada qo'yib turamiz bu jarayonlarini. Akalar obuna bo'lib qo'ysanglar bo'laveradi, kuzatib turasizlar. Ishxonada ishlar bilan bir qator tanishtirib o'taman.